أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل الوتر واجب. Bu bir faslıdır. Yani vitr namaz vaciptir deylendi. Bizim de aldığımız dersimizde namaz okuluşundaki şekli. Yani 2 rekat, 4 rekatlık namaz okumak olsa uçağımızda yine onu uçağımızda kandak kılınız. Yani onun üstü de toxtaldık. Yani aldığımız namazdaki hemmisi okuşun şekli perz namazdaki üstü de oldu. Yani 2 rekatlık, 4 rekatlık perz namazını okusak yani yukarıda okulgandek işte okuyumuz. Hem de perzin kim turduğun bir ibadet var namaz. O kavga yani vacip. O vacip namazdaki üzü İmam Ezzem rahmetullahi aleyhi'nin nezide vitr namaz depnim kuludu atılıdı. Bunu İmam Ezzem rahmetullahi aleyhi bunu vacip dep karaydı. Ama İmam Ezzem'den başka imamlar mesela İmam Ebu Yusuf katarlık alimler bunu sünnet. Şunun da İmam Şafii, İmam Ahmet katarlık alimler bununki üzerine hem sünnet depnim kuludu karaydı. Hem de bu vacip buluştaki sebebi İmam Ezzem'in göz karşıya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki rivayet kılınan hadisler var. Bu hadislardaki üzerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani vitr namaz okuşka buyurgan mezmunda çık hadisi var. Şunu da yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İnna Allah Teala zadakum salaten ila sadatikumul khams ela ve hiye el vitru fahafizu aleyha diyen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi var. Yani bu hadiste Allah Teala silige sizinki 5 vakt namazının başka yeni bir namazını yani uş kılıp bekitti. Uş perz bekitti yani ölçem kılıp dedi. Ama o andaki 5 vakt namazının başka yeni bir namazını perz kılıp Allah Teala benim şunda ziyade kılıp beketken boğan diken ziyade koşkan boğan diken perz namaz koştu diyen gap yani vacip demekçi. Anda o andaki Peygamber dedi ki o namaz okuyandaki vitr namaz. Anda o andaki fahabizu aleyha. Şu vitr namazı muhafazat kılana. Devamlık okunan ve devamlık terk etmek men okunan diyen mene muşu katarlık Peygamber sallallahu yedistir çoğu ban. Ve bununki mezmunu okşaydıgan başında yedistir var. Hem Peygamber aleyhisselatü vesselam üzerindeki hayatı da men vitr namazını okuşunu terk etmegen. Terk etmegen boğandikin şunu qarab anadikin bu İmam Ezzem rahmetullahi aleyh bu namazı perzemez ama bu nim dep qardi vacip dep çok qardi. Yani vacip dep qargan boğandikin bu vitr namazındaki üzerine biz nime deymiz onu vacip namaz deymiz. Hem de perzi qalgandaki vacip boğandaki şuna bu vacip namazdaki mene bu yıl bir adam okuyamay kazasını okuyamagan bolsa kazası kalıdı deymiz yani fi mezhepte. Ve qalganlar onu sünnet yoki perz kifoya yoki sünneti teberrak deb qargalımı var. Ana ondaki onunki mezhebiden mesela İmam Ahmet qatarlıqlarındaki mezhebiden o vitrni vacip deb qarmagandikin okuyamay tatib qalsa uçanızı kazası qılmaydı deydi. Çünkü sünnet namazındaki kazasını qilishi yok. Hem de bu vitr degan gap asli tag namoz degan gap. Vitr degan gap asli tag degan gap bo'ladi. Yani 1, 3, 5, 7, 9, 10, 13. Cüb emas, muş tag sallanınki hemmisini Arapçada vitr yoki vatr deydi. Yani tag o'qilgan namoz. Asli Allah Teala bizga cüb namozini cüb o'qishga buni buyurgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem var. Yani namaz yani cüp okuludu der. Şu namazdaki işi de fakat yani vacip boğan bir namaz var vitr. Onun da başka perz namazın işiden 3 rekatlık olan namaz var. Mesela namaz şemdeki namazı. Ama vitrindeki namazındaki üzerine yani Allah Teala bizge yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3 rekat akırıp. Yani olmaydı bazıları deydi bu yılki vitr namazdaki üzerine 3 rekat okup 2 rekatni okup olup andaki bir salam berip, onundaki yalnız bir rekat okuymayız deydi.
Yani bəziləri açtaq okuydu. Biz qandaq okuyimiz? Biz 3 rekat. Yani 3 rekatga bir quloq qaqib, 2 rekatni 2 rekat o'qib, attahiyat o'qib bo'lgandan keyin 3-chi rekat qo'pib, undan keyin mana 1 rekat o'qib, shu tag olgan bo'ladi. Men musho deb nima qilamiz unga e'tiqod qilib, shu bo'yicha amalchi qilamiz. Bu Hanifi mazhabining nimasi ko'z qarashi. Endi bu vitr namozi 3 rekatdir. Namoz sham namoziga o'xshash. Mana namoz sham namoziga o'xshash. Biz namoz sham namozni qanday qildik? 2 rekatni o'qib bo'lib, attahiyat o'qib bo'lgandan keyin uni hech qanday bir narsa qo'shmaylar. Durutni o'qimaylar, 3-chi rekat o'qiydik. Ondan keyin vitr namozini shundaqcha o'qiymizki, mana bu 3 rekatda hech bir salom berilmaydi. Ya'ni 2 rekatni o'qib, undan bir salom berib, undan keyin ayrim 1 rekatni o'qiydigan ish yo'q bizning Hanifi mazhabda. Ammo boshqalarnikida ular 2 rekatni o'qib, undan keyin salom berib, undan 1 rekatni o'qiymiz deydi. Mana ulama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisiga nima qildik? Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның hadisiga mana uni asoslandik. Biz men 3 rekatni men mushuna o'qiymiz. Ya'ni 2 rekat salom bermay, 2 rekatni o'qib, mushu attahiyatini o'qib bo'lgandan keyin 3-chi rekatga salom bermay qo'pib, men 3ni biraqli o'qiymiz deganlikda ham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ning nimasi bor? Hadisi cho'pa. Biz buni nima qilamiz? Unga asoslanamiz. Ondan keyin bizniki Hanifi mazhabda salat vitrni men mushu shakldagi mushu 3 rekat o'qish bu eng afzal deymiz. Eng afzal. Ammo 2 rekat o'qib, unidagi bir qator bir rekat ayrim quloq qaqib unda o'qishning o'zini men uni demaymiz, uni bo'lmaydi demaymiz. Umi bo'ladi, chunki payg'ambar rivoyat qilgan ekan. Ammo bizning hozir o'qilayotgan ma shakldagi namozni eng yaxshi deb o'qiymiz. Endi bu vitr namozniki hammasida 3 rekatniki hammasida Qur'oncha o'qiymiz. Mana namoz shamnikida qanday qilib namoz sham namoznikida 3-chi rekatda faqat alhamdulillah o'qiblar so'rchi qo'shmaydik. Ma vitr namozniki hammasida 1-chi, 2-chi, 3-chi rekatning o'zida mana alhamdulillah unidagi so'ra qo'shibchi o'qiymiz. Namoz shamnikida bo'ladi debdi, u namoz sham o'xshash 3-chi rekatda mana so'ra o'qimaydigan ish yo'q. Mana unida so'ra qo'shishning o'zi nima? O vojib bo'ladi. Ma namozniki o'zida. Agar so'ra qo'shmay alhamdulillah keyin mesela duayı konutu okup geçsek uçanlık üzerinden bu namazımız vacibini terk etkendikin uça sehvi kılış doğru kedi döndü. Bu şu salam berişindeki alıdı koygan olsak. Hem de salat yeterindeki yeni bir şekli var. O kandağı semine konut okuydu vitr okuyan nama adam 3. rekette rukununki aldı da. Rukunun aldı da. Ben 3. rekette men elhamdülillah okuduk, bir sörünü koştuk. Men en yaxşısı şu 3. rekette nimeni okuş, kul Allahu ehadini okuş. Bu doğru Peygamber sallallahu hadisi var. Ana keyin 3. rekette şu bir sörünü koşup bo'lgandan keyin, undan keyin ruku qilishnikka oldida mana duoyi qunutni o'qiymiz. Duoyi qunut qavun, mana hammamiz o bilamiz. Allahümme inna nesta'inuke ve nestağfiruke ve nu'minu bike ve netavakkal aleyke ve nusni aleykel hayra neşkuruke ve la nekfuruke ve nahla ve netruku men yepturuke. Allahümme iyyake na'budu ve leke nusalli ve aleyke nesa ve nahfidu ve nercu rahmeteke ve nahşa azabek inna azabeke cidde bil kuffari mulhik. Mene bizimki Hanifi mezhepte duayı kunut desem muşu duanı okuyumuz. Muşu duanı okuyumuz. Ama başkalar da mesela İmam Ahmed, İmam Şafii katarlık ulemalarımızın mezhebinde duayı kunut başka. O kavun Allahümme ehdina fîmen hedeyt ve tevellana fîme tevelleyt diğerledik. Allahümme ehdina fîmen hedeyt ve tevellana fîme tevelleyt ve barakna fîme ateyt diyen men muşu duanı okuydu. Bu dua ulağa nispeten ne boludu? Duayı kunut oludu. Biz hem de onu okusak mı boludu? Onun çünkü Peygamber sallallahu benim hoşuma okudu hem nemi degan ve duayı konut deb bunu da Peygamber sallallahu degan hadisi şu var. Lekin en yaxşısı bizniki o'qigan duayı konut Allahümme inna nesta'inuke degan men ma duani o'qish nima o en yaxşı bo'ladi. Endi rukuniki oldidan o'qiymiz. Ya'ni rukudi keyin emas. Bizniki Hanifi mazhabining bir o'xshamaydigan boshqalarga tarpi duayı konutu rukuniki aldıdan okuyumuz. Yani ruku kılışın aldıdan. Kalan mezhepler
Mana bu sörni kuş bolgandan keyin, ok bolgandan keyin ruku kıldı. Rukudan semiyallahu limen hamide dep bolgandan keyin anadan keyin o'ziniki duoy qunutni u yerda o'qiydi. Endi bizniki mana rukuniki oldida bu duoy qunutni o'qiymiz deganlikda ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallam çok bor. Buning uchun nima qilamiz? Asosinimiz. Endi boshqalarnikida duoy qunutning o'zini rukudan keyin baş ko'targan vaqtda mana Rabbana lakal hamddan keyin o'qiymiz deganning o'zidami hem u to'g'rilik nima payg'ambar sallallohu yetisi çok bor. Ammo ikkala tarafda shunday bir yetisi bo'lgandaki bizniki Hanifiy mazhabda ulamolarimiz Imom Azhab qatorliq olimlar İbn Mas'ud roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadis asosan buni nima deydi? Eng yaxshi rukuniki oldida o'qish kerak. Bu yaxshi deydi. Şu bu yaxshi bo'lgandaki biz rukuniki oldida duoy qunutni o'qiymiz. Endi duoy qunutniki o'zini rukudan keyin o'qib qolsak, o'michi durust bo'ladi, bo'lmaydi demakchi emas. Ammo biz shu duoniki o'zini shu ashundoq o'qiydigan yerga berib qoldik. Masalan, haramga bordik yoki boshqa yerga berib qoldik. Masalan, Hanbali yoki Shofiy mazhabniki o'qiydigan tarafiga. Agar shu yerga biz iqtido qilib aşa o'qib qolsak, biz uni qat'iy bo'lmaydi, voy qilmaymiz demaymiz. Ulucho u yerga berib qolsak, uni da o'qisakmichu bo'laveradi. Mana oyatda deganimizdek, bularniki o'qigan namozimi yana Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem'den rivoyat qilgan hadisga asosan shunday degan. Men hammamiz nima qilgan buni da hadisga asos qildik. Ana ondan keyin voy meniki a bo'lmaydi demaymiz. Lekin eng yaxshisi bizniki deymiz. Endi bu adam ruku mana bu vitr o'qigan odamniki o'zi mana shu ruku yana qunutni o'qishniki oldida ko'tirdi u odam o'zining ikki qo'lini. Mana so'r qush bo'lgandan keyin shu duoy qunut o'qigan vaqtning o'zida Allohu akbar deb quloqni nima qilamiz? Ko'tiramiz va shuning bilan birga takbir o'qiymiz. Ya'ni Allohu akbar takbir deb nima qilamiz? U yerda o'qiymiz deydi. Ya'ni bizdagi salat vitr namozdagi mana islom dinidagi men shaklicha bu endi. Tamam bu şekilde o'qiymiz endi. Endi ondan keyin qunutni o'qiydi bu odam. Men Allohu akbar deb bo'ldimi? Deb bo'lgandiki bizdagi duo qunut va Allohumma inna nastainuka degan bu duoni nima qilamiz? Buni o'qiymiz. Mana buningda İbn Mas'ud roziyallohu ta'ala anhuning nimasi va takbiri shuni rivoyatchi va İbn Mas'ud, İbn Abbas, Ubay ibn Ka'b roziyallohu ta'ala anhuning mana shunda Allahümme inna nestainuke degandek Allahümme ehdina fimen hedeyt ve tevadan fime tevalleyt degandek açtaq mezmunda yetiştirib çok bak. Biz bilemdi bu yerde duayı konutunu okuduysa biz aşını ne kılmayız? Aşı duanı çok okuyuz. Endi yok duayı konut okuşundaki üzeri bu vitir namazındaki gayride bizdeki Hanifi mezhepte nimi yok o yerde konut okuşu yok. Konut okuşu yok. Bizdeki Hanifi mezhepte Qunut degan asli Allohga duo qilish, yiqilish, ibodat qilish deganlikda nimani bildirdi, ma'nosini bildirdi. Unda o'niki duo qunutniki o'zini bu faqat vitr namozida bo'ldi bizning Hanifiy mazhabda. Qolgan mazhablarning o'zida, masalan, Imom Malik qatorliqlarning mazhabida mana 5 vaqt namoz yoki olmaydi bo'libmi, bamdod, namozsham va xutdan. Mush namozsham namozida o'qiymiz, yil bo'yi deydiganlar bor. Mesela onun da. Yine bazıları deydi bu dua konutdaki üzerine muhim bir musibet, Müslümanların beşiğe muhim bir musibet düşken vaxtdaki üzerine men şu çağda okuymayız deydi. Yine bazıları deydi dua konutdaki üzerine Ramazan'da bulup mu Ramazan'da men şu çağın üzerine bamdat namazda okuymayız deydi. İmam Şafii qatorliq olimlarniki bamdatda okuymayız deydigan ko'z qarashi bor. Asli bu dua konutdaki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mene bamdat namazıdan hem onun başka 4 vaqt yani 5 vaqt namazı o'qan. Bir ayrıçılık bu mezmun dedisi var. Nimişqa deganda Peygamber sallallahu şu vaqtdagi o'zida menen bir 60-70 kishilik qorilarni shu Madinaning atrofida kelgan shu qabilalar shu o'ltirayotgan. O'ltirayotgandagi Peygamber sallallahu Zakvan degan işte bir qabila var. Bularga duo ibat qilish yuzidan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir oydak duo qilib undan uni terk etgan. Bunu asasen eğer Müslümanların beşiğen men şundaq ağır kun kelgan vaqtning o'zida biz uçanın o'zida nima qilsak bo'ladi? Men dua qunut o'qisak, masalan, bamdatniki
Bamdat o'qiyotganimizda farzni ruku qilishlikka oldidan mana duo qilib, masalan shu duolama. Hozir mana bizniki beshimizga mana hech qanday bir insonlarga kelib boqmagan bir nima bir musibat var. Men shu musibat bo'lgandan keyin agar shu yerdagi kishilarniki o'zi to'g'ri qarab, shu yerdagi imom va ahli ilminiki o'zi o'qisak bo'ladi deb, mana ashundoq o'qisak, o'chaning o'zida nima bo'ladi, o durustcha bo'ladi. Biz buna qaraymiz. Bu duoy qonutdagi asli yo'l qo'yishning o'zi musulmonlarniki beshgan nayt ig'ir kun kelgan vaqtning o'zida shu chog'da bo'lgan voqea. Unda oniki biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ergeçkendan keyin, sünnetga ergeçkendan keyin biz musulmonlarning beshigan, umumiy jamoatning beshigan mana mushunda ig'ir kun, mustamlikalik, xorinish, ezish, solash, qul qilish deganidek mana mushunda surgun qilishdan iborat bo'lgan, mushunda o'ltirish, turmush solashdan iborat bo'lgan, mushunda namus ishlagan, meni tekkan, tajovuz qilgan, men mushunda ishlar bo'lgan vaqtning o'zida mana shu can o'zida men umumiylik yoki bir masjid men mushunda duo qilsa, u can o'zida nima deymiz uni durust deymiz. Endi hozir islom dunyosidan men musibat yetmagan bir yer yo'q endi. Hamma islomiy davlat bo'lmagandan keyin Qur'oni Karim hadis Rasululloh bilan idora qilgan bir davlat bir yer yo'q, hukumat. Endi shaklda ismi bor. Hech qanday bir yer yo'q. Unda bu musibat cho'ng bir musibat. Bizga ega chiqadigan bir islomiy davlat. Bizdagi ishimizga hammasini qo'g'daydigan, mudofaa qiladigan, dushmanlardan uni mudofaa qilib, uni qo'g'dab, mana bizniki har tarafdan xotirjam yashashimiz qiladigan bir davlat yo'q. Unda o'niki cho'ng bir musibat yetdi. Shunga asosan ba'zi olimlar endi davomli mushtoq o'qishimiz kerak deydi endi. Ba'zilar undan emas, shu nima qilishimiz kerak? Shu muhim bir voqealar, hodis, musibat, ichinishga ahvol tushgan vaqtda o'qiymiz deydi. Unda o'niki duoyi qunutniki o'zini bizniki Hanifi mazhabda yil bo'yi vitr namozida o'qiymiz. Vitr namozida shu duoyi qunut o'qiymiz, duo vitrning o'zini o'qiymiz. Endi qolgan mazhablarning o'zida bu Ramazonniki 15'idan keyin o'qiymiz deydi vitr namozi duoyi qunut bilan. Bunda ko'z qarash bor. Biz ham eng yaxshi mana shu kitobda degandek, men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam rivoyat qilgan shu hadisga asosan muhtadab ne qo'yamiz, unda o'qiymiz. Endi bu bir fasldir. Endi bu faslniki o'zida endi namozniki eng muhim bir tarbi namozning ichida 6 dan iborat rukun bor. U qavun takbir tahrimi. Unidagi cho qiyam, unidagi qiroat. Mana qiyam degan o'rtib turish. Qiroat degan men alhamdulillah so'ra bo'ladi, bir qiroat qilib, ya'ni eng oz 3 oyat miqdori. 3 oyat miqdori o'qish qiroat farz. Bu Qur'oni Karimda bor. Unidagi nima? Ruku, unidagi nima? Sajda. Unidagi tashahhud oxir. Ya'ni qadi oxir deydi. 3 rakat namozda eng oxirgi o'ltirish, 4 rakatda eng oxirgi o'ltirish. Mana 2 rakatlik bo'lsa eng oxirgi o'ltirish, mana 2 rakat eng oxirgi bo'ladi, bu farz bo'ladi. Ammo 3 rakat bo'lsa, o'chanizda 4 rakat bo'lsa, o'tirdiki o'tirish nima u vojib, eng oxirgi farz deb hisoblaymiz. Shuni hisoblaymiz. Endi namozniki o'zida biz qiroat nima dedi? Qiroatniki o'zi farz dedi. Endi 4 rakatlik namoz o'qisa, qanday o'qiymiz? 2 rakatda zodi qiroat so'ra qo'shib, alhamdulillah boshda o'qib, uni so'ra qo'shib o'qiymiz. Hozir endi qiroat o'qishniki shaklini deydi buningda. Endi qiroat o'qish mana farzdir 2 rakat. 2 rakatda nima u? Farz. Ya'ni 2 rakatda. Masalan, 2 rakatlik namoz o'qigan bo'lsa, har ikkisi o'qish qiroatni. Mana mayl alhamdulillah bo'lamdi, buni o'qish nima u? Farz. Ondan keyin 3 rakat qilib qolsa, avvalgi 2 rakatni farz, 4 rakat qilib qolsa, avvalgi 2 rakatda qiroat qilib o'qish. Mana har qanday bir Qur'oni Karimda eng oz 3 oyat o'qishning bo'ladi, farz bo'ladi. Ammo alhamdulillah o'qish ayrim vojib, so'ra qo'shish ayrim birini bo'ladi, vojib ko'p bo'ladi. Endi oxirgi 2 rakatda 4 rakat namoz o'qib qolgan bo'lsa, oxirgi 2 rakatda qiroat o'qish nima u sunnat. Qur'ondan oyat o'qish nima? Sunnat. Mana alhamdulillah yoki nima bir so'rni o'qish bu nima bo'lgan bo'ladi? Sunnatchi bo'lgan bo'ladi. Endi sunnat bo'lganligi shuniki ichida
Elhamdülillah, çünkü Kur'an-ı Kerim elhamdülillah okuş en yaxşı. Benim bizim hazırkıda. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki asas mezmunu, yani Fatiha'lı kitaptaydı o, nime elhamdü. Hem ummul kitaptaydı o. Ondan o an ki bu bizim adetten nime okup geldi o. Ben elhamdülillah okup geldi o. Bu ne okuymuş. Bu iki, üçüncü, dördüncü rekette bu soru koşmayımız ama bir kıraat okuş bu nime o sünnet. Eğer bu adamdaki üzü şu ahirki iki rekette tesbih etipti. Subhanallah ve elhamdülillah Allahu ekber depti. La ilahe illallah vahdehu la şerike lehu lehul mulku degan bu şu tesbih zikrini okuptu elhamdülillah sörünün ornuğa. O canın üzerinde bu nime o adam nispeten o namaz durs buluyordu. O canın üzerinde vay kıraat kıp elhamdülillah okumadın, sör okumadın demeyiz. Çünkü ahirki iki rekette bu nime o sünnet. Ama avvalki iki rekette şu töreket namazı olgandan keyin bu farz. Eğer onun ornuğa tesbih okup koysak avvalki iki rekette namaz olmaydı. Bu. Hem de ahirki iki reketninki özüde bu sünnet olgandan keyin sünnetninki özünü kılışımız yaxşı. Ama onun ornuğa o elhamdülillah okuyamaydigan, bilamaydigan onun ornuğa yoki Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ekber la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu deganidek mujda zikr tesbihini okusak o mene boludu, duruşçu boludu. Endi farzniki miqdori. Biz endi avvalgi ikki rakatida qiroat qilish. Qiroat ya'ni nima? Arabcha gapda o'qish. Ya'ni bu yerda qiroat qilishga Qur'onning oyatini o'qish degan gap. Qur'onning oyatini o'qishning o'zi qiroat deb ataladi. Undan keyin bu Qur'onniki oyatni o'qishniki o'zi meni farz dedik. U Qur'onniki oyati mana sura. Oyat degan o'qimiz yani 6200 necha oyat ya 6600 atrofida oyat. Undan keyin bu namazın içinde qanchalik oyat o'qisak bo'ladi. Qanchalik oyat o'qisak bu farz bo'ladi desam, meni farz bo'lishniki o'lchimi har rakatda bir oyatdir. Her rekatin nima o? Bir oyat. Yani İmam Azam'daki nazarda meni en az shu qiyomda turib bir oyat o'qisak, sal uzunroq, u channing o'zida bu nima bo'ladi? Durustchu bo'ladi. Ammo qisqa qilib qolsa 3 oyat o'qishsak, shunga farz ado topadi. Undan keyin sura qo'shish, alhamdulillah o'qish, sura qo'shish nima o? Vojib. Buni shu deymiz. Ya'ni bir odam demakchi, ya'ni bir odam qiyomda turibdi. Qiyomda turib, masalan, elhamdülillah rabbil alamin, errahmanirrahim, maliki yevmiddin deb ne qilib ketibdi odam? Ruku qilib ketibdi. Ruku qilib ketsa bu odamning namoz bo'ladi. Ammo salom berib qo'yish orqacha u odam nima qiladi o'chaning o'zida? Men saysa qoladi, yodi bo'lgan bo'lsa. Yodi bo'lmay o'chan salom berib ketgan bo'lsa namoz bo'laverdi. Ammo u odam qiyomda turibdi, qiyomda turgan vaqt o'zida meni hech qanday bir qiroat qilmaydi, ruku qilib ketgan namoz bo'lmaydi. Yani bu. Endi vacip nimadir? Fatihadir. Yani şu qiyamda sura Fatihani o'qish nima o? Vacip. Tamam, mutlaq bir qiraat Qur'onning oyatini o'qish o farz bo'ldi en az bir oyat uzun bir oyat yoki bo'lmay qisqa 3 oyat mesela inna atayna degandek. Endi ayrim Fatihani o'qish o vacip. Namazın nimasi o? Vacibi. Mana agar bu adamniki o'zi shu Fatihani o'qimayla sura qo'shib o'qib ketgan bo'lsa, ruku qilib ketgan bo'lsa, namoz bo'ladi. Shu namoz bo'ladi. Ammo u odam vojib tark etgandagi saysahuchi keladi. Endi va sura mana vojib bo'lgani sura Fatihadir va suradir. Mana sura Fatihani qo'shimiz, sura Fatihani boshqa o'qiymiz, bu vojib emas bo'ldi. Unidagi surachi qo'shimiz, u nima? Ayrim bir vojib bo'ldi. Yo'q bo'lmaydi. Bir sura qavmi 3 oyat. Şuna inna atayna en azı. Ya olmaydı 3 ayette okusunuz bo'ladi. Elhamdülillah 3 ayette okusunuz Kur'an-ı Kerim'de. Onundan ruku okusunuz. 2 vacip uçağınızın ne bo'ladi? Hasıl bo'ladi. Hasıl bo'ladi. Ama uçağınızda sura Fatihani okup 2 ayet okupsiz. Ya bir ayet okusunuz o namaz vacip kabul qoladi. Uçağınızda saysahu qilishi keladi. Endi qiroat qilish masalasi keldi. Endi to'g'ri namozniki ichida shu 2 rakatda qiroat qilish, mutlaqo bir qiroatni qilish nima bo'ldi? Farz bo'ldi. Ammo alhamdulillah surani qo'shish nima bo'ldi? Ayrim vojib bo'ldi. Vojib bo'lgandan keyin o'changizda bu vojib bilan farz ado topdi. Endi qandoq qilsak payg'ambar alayhisolatu vasallam sunnatiga shuni o'qigan bo'lamiz. Birinchi, ikkinchi rakatda ya faloni
namazlarda desen şu gep geldi. Endi sünnet bomdod namazida, peshin namazida tival mufassal o'qish kerak. Qur'oni Karimda mesela tival mufassal, tival mukassar deb atiladi, ham musta deb atiladi. Bu yerda Qur'oni Karimning oxirgi sura Hujuratdan başlandı ya sura Fatih'den. Ve sura Fatih'den şu tival mufassal degan Qur'oni Karimdagi ayrım keltirilgan uzun ayrım keltirilgan nima suralar deydi ayak tarafdan. Unda o'g'andagi sura Fatih'den ba'zi deydi şu nima kelchilik o ammi kelchilik deydi. Unudaki tival mufassal, unudaki yalak vusta deydi, onu mukassar deb manda nima qiladi, o'chan o'zida ataydi. Endi bomdod çünkü vaqti nima uzun. Bomdodniki vaqti kun chiqishlik bo'lganidan yo'rida 1,5 soat, 2 soat. Unda o'g'andiki bunida eng uzun surani o'qirimiz sunnat muvofiq. Mesela sura Fatiha yoki uni o'xshaydigan, uning ustidagi masalan sura Kahfi va kaza surani o'qisak, o demak o texmi yaxshi bo'ladi. Endi asr bilan xuftan namozidan mana mufassalniki o'rtasi. Bak uzun emas, bak qisqa emas bir sura var. O qavun şu yoki va abasatdan tortib o'sha lam yakunug'ichilik deydi. Men avsat men mushu surani, mushu oraliqdagi surani mana shu asr bilan xuftanda o'qish şu nima o eng yaxshi ish. Ama yaxshi sunnat. Ama onu o'qimay biz oyog'ini o'qitdik, ya boshqa bir yerini o'qitdik, u durust bo'laverdi, uning hech qanday chatoq yo'q. Endi bu ya sunnat emas dedik. Eng yaxshi ish degan gap. Endi namozshanda mana shu mufassalniki qisarni o'qiydi. Ya'ni surniki ayrilgan bir qism bor, ya'ni qisar mufassal deydigan. Mesela qavun va zuhadin kin. Ve zadin kinki ve nas kelgiş boğan arlıqda bu Kur'an-ı Kerim'deki üzerinin kısar mufassal deydi. Ben namazşam namazıdan ve zadin kin ve nas kelgiş boğan arlıq sörünü okusak ben en yaxşı şekilde okumadım. Nimiskal? Çünkü namazşamın vakti ben aldığım dersi okuduk. Nemede en kısa vakit. Ben bizdeki Hanefi mezhepte gün olduğunda da şefak gayb boğucu olsun, lekin İmam-ı Şafii katarlık alimlerinin göz karışça namazşamın vakti pek kısa. Aş perzi uqa vaktimiz şu. Ondaki işkirke sünnet. Men muşu vaktin üzü namazşanın oldu. Oga şu ütüp ketsin namazşan vakti ütüp ketken boldu degan çok göz karışı var. Onda oldaki bu namazdaki üzü bek vakti kısa olgandaki şu an o namazdaki okuyduğun sörünü en kısa sörünü okurumuz. Ve zuhadinken yoki sebbihsmedeyken bu en nim boğamadı yaxşı olamadı. Bu yerden Kur'an-ı Kerim'nin tival mufassal. Mesela avsat mufassal. Mana qisar mufassal deb atışniki üzüde bunun ixtilaf var. Yani muayyan, bu yer mayamanchilik degan muayyan bir nimichi ölçem yok. Bunun qarta salaf o'lim alimiz mesela sahabeler Abdullah ibn Abbas, İbn Mesud qatarlıq men mushu olimlarniki o'zi, men Ömer raziyallohu ta'alaniki va unidagi kinki olimlarning o'zi ashundaq nima qilgan, uni ayirgan. Bunu qarab shuna nima deymi, tival mufassal, mana avsat mufassal, qisar nima mufassal deb ataqliq. Ba'zilar deydi o, sörni tival mufassal degan mayadan başlandı, qisar mayadan başlandı deydi. Bunu sal o'xshamaydigan ko'z qarashi bor. Endi zarurat holatidan ve sefer holatida o'qiydi bu adam o'ziga holiga, o'zining holining miqdorigachilik o'qiydi. Ya'ni bu adam to'g'ri rahat, aram xudo vaqtning o'zida ashundaq ash 5 namozni ashla holat shu o'qiydi. Masalan, bomdodlar nimani bomdod bilan peshinimizni eng uzunroq qo'ydi. Chunki uning vaqti shu uzun. Hem o adam vaqti bo'lgandan keyin. Endi o adamniki nima bilan namozga bilan xuftaning o'zini o'tira so'rni o'qiydi. Namozshamniki uchun mana qisqa so'rni o'qiydi. Bu normal holatida. Ammo bu adam zo'r ekan. Ish zo'r. Masalan, dehqon olsa, dehqonchilik davri bo'ladi, kuz vaqti bo'ladi, yoz vaqti bo'ladi, tijorat qilgan vaqti bo'ladi, buni oldiraydi ekan, yo boshqa bir jiddiy bir ish bor ekan. O chanda ya safarda ekan o adam. Safarda uni o'qiymi demak, chunki safar nima qiladi o adam? Ciddi işini kılıdı. Seferdeki vaktin üzerinde bu adam benim yüzün hali. Eğer o adam seferde azırma cik okusan benim işim gücü yok. Azır rahat.
dese uzun sorunu okuydu. Ama benim işim batı. Ben namaz işte okuma işini kıvamsam bulmaydı dese. Mesela ya inna atayna ya kul vallahu ahad ya onu desen uzrak elem terekepe la ilahi ya vazzuha ve şemsi diğerleri ya sebbi isme diğerleri yüzün ehvala karab okusa bu nime o yaxşı. Bu nime o sünnet. Bunun hiç kanal nime yok. Kıyınçılıkçı yok. Hem de Kur'an-ı Kerim'den mene hiç kanda bir nesini namazdan hiç kanda bir nesini muayyenleştirmeydi. Mene Kur'an-ı Kerim'deki elhamdülillah tatip van nas kelçi olan hemmesi Kur'an-ı Kerim Allah'ın nimesi sözü. İşte ben Allah'ın sözü. Hem de beş vakit namazın üzerinde muayyen o adam mesela Bamdat'ta ben palanı sureni okuyayım. Fukun ayetini okuyayım. Onun başka katı okumayayım. Mesela peşinde ben ma ayetini okuyayım ya ma sureni okuyayım. Onu da katı manda kılmayayım demeydi. Bu mekruh. Çünkü onda kıpkağavatın üzerinde ma ayetini okuyayım, ma sureni okuyayım, onu okumayayım diyen gapın üzerinde neymi gen gap oldu. Ben ma o Allah'ın sözü yaxşı söz. A kağan için o ubdan söz emez. O yaxşı emas, Allah'ın sözü emas. Tek bunda gumançı bulup kalıdı. Şu uyarı katlinim okumaydı, tayinçi kılışkı bulmaydı. Mesela Bamdat'ta manu okuyman, manu. Ama tayin kılış meselesindeki üzerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de rivayet kılan hadisi var. Mesela Peygamber sallam Cuma günündeki üzerinde Sebbi ismini okuydu. Mene Sebbi ismini okuydu. Onu dekin, mene Hal Atakan'ı okuydu. Mesela vitir namazındaki üzerinde mesela İhlas'ını okuydu. Ya ki cuma vaktindeki üzerinde sör secdini okuydu. Ya palan vaktin üzerinde palan namaz vakti palan aylarda ya küllerde ben ma sörünü okuydu diyen muayyen bir hadis. Ben resmi sahih hadis olan bolsa, ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam işte okutken de biz muayyen bir şekilde açtak okusak bunuğa nima sevap var. İşte bunun sevap var. Hem de Peygamber Aleyhisselam bana en uluk nime dedi? Şu sörneki içinden mesela sör Tabarek dedi, sör Yasin dedi, onun başka sör Bakar'ın en katı dedi, elhamdülillah her fazilet var. Bunu da Kur'an-ı Kerim'deki ayetler ve sörneki üzerinden birbirine okşamayan bir alaylık var. Faziletler var. Bu faziletin üzerinde doğran Allah'ınki elhamdülillah ve nasıl boğan hemmesi okşaş. Bunun hiç kananemi yok. Ama Peygamber Aleyhisselam ma sözünün alaydık ma o pezliti o ma ayeti mandak dedi. Diğerinin üzerinde bu yerde yetisi gelgendik biz şunda da itikat kılımız. Ama akli taraftan karga vaxtımızda hemmesi Allah'ın sözü olanı okşaşı buludu. Lakin Peygamber Aleyhisselam işte deptik edip rivayet kabağında ki biz onu karab, ancak Peygamber Aleyhisselam Bamdat ma sözünü okutken, Cuma'da ma okutken, bayramda mesela Sebbi ismini okutken, Vazza'nı okutken, Vitir'da mesela Vazza'nı okup, Elem Neşra'nı okup andikin Kulallah'a okutken 3. rekatte. Ya ki Elem Terekkep'ini okup andikin Kulyanı okup 3. rekatte müşündak Vitir'ini Kulallah'a okutken digendek işte bir hepsini biz bilsek uçağın üzerinde bunu asasen işte okusak nahayet yaxşı. Ama bunu karab ben manu okuyayım bunu kayıtlı bulmaydı bana gayrı Bamdat'ta mesela maayet okudup bunu gayrı kayıtlı bulmaydı da muayyenleştiriyor şimdi üzeri bu mekruh. O nime bulmaydı o kayıtlı duruşçu bulmaydı. O mekruh kalındı yani Kur'an'dan bir şeyini bir namaz tayin kıveriş. Mesela Bamdat'ta ma sörünü okuyayım ma ayetini okuyayım ya kumayt pişin han okuyayım cümen man okuyayım onun gayrı kayıtlı okumayayım da özü konuça tayin kıverip ajda düşüp ajda okuması bu mekruh. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem okutken, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sey. Dep şunu kartta işte okan bolsa uçağınızda bu nime emas, mekruh emas. Hem de mekruh emas. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem okutken devamlı otam okuş gerek. Ama şunda bolsa devamlı işte okup bazı vakitte başka sözünü okuşu gerek. Çünkü onda kavanızda kağını nime emas, söre emas tek Allah'ın sözü emas tek çok bir gümanlı şekli peyda kılıp koydu. Şunun için muayyen undaq özümüz boyunca undaq kılışık bulmaydı. Ama Peygamber sallallahu 7 rivayet kılgan bolsa uçanın üzerinde bu ne boludu o tayin qilib desem muayyen ma'ni okuyman desek uçanın üzerinde bu ne boludu duruşu boludu deydimdi. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alamin.